Assalomu alaykum akalar, baliq ovchi ishqibozlari. Akalar mana baliqchidagi ko'lda xudo xolasa shuncha ovchilarimiz o'tiribdi akalar. Yangi ko'l ochilgan. 1-2 hafta bo'ldi mana xudo xolasa. Ovchi akalarimiz o'yapti kelgan joydan. Baliqlarni ko'rsatib qo'yaylikmi? Eng kichkinasi 1 kilo akalar bizda mana. Mana. Oyog'imiz ham ketdi. Mana yerda yana bitta balığımız bor ekan. 2,5 kilo. Mana ekan, buni qaranglar. Buni qaranglar. Shu odam maza qilsin. 50 to'lov 50 ming so'm. Sizlar kechgacha nechta shu zaram shu ketaverasizlar. Mana yerda yana bitta bor mana. Mana yerda ham bitta gigant bor mana. Mana. Qarang, go'zalligini qarang. 2 kilo, 2,5 kilo, 5 kilo, 7 kilogacha. O'shagalarimiz baliqni kutishimlar bor. Ikkala nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Manzil Baliqchi tumani O'rta Qo'rg'on mavqeida. Baliqchining Qarsoydan Mirzametga ketishda o'ng tomonda pоворот 1 kilometrdan. Mana yana bitta gigantskiy mana. Mana qarang, karb degan 2,5 kilo keladi. Mana ko'ryapsizmi? Zo'rlari shu yerda keladi. Adashmanglar. Naryoqda ham natija bo'libdi, bitta ikkita. Ikkita natija bo'libdi naryoqda ham. 2,5 kilo. Bugun musobaqa ham bo'lmasa kerak. Ovchilar shu yerda mana kelyapti. To'lov 50 ming so'm, kirish 50 ming so'm, bitta qalmoqmi, ikkita qalmoqmi? 50 ming so'm to'lovni qilasizlar, nechta baliq bo'lsa o'lab ketaverasiz akalar. Nomerlar qo'yib qo'yamiz xudo xolasa. Habitlarimiz bor akalar. Non, choy, salat hammasi bo'lib 15 ming so'm bir kasasi. Alisher aka. Somorlarimizgacha bor hozir. Somorlarni ko'rsatamiz mana xudo xolasa. Issiq choy, issiq osh, non, choy, salatlar bilan xudo xolasa maza qilib olib ketasizlar. Hop. Tak, endi mana mayda oshpaz akamiz osh demayapti mana. Soat 12:30 ga osh pishadi. Somorlarimiz choylar qaynayapti mana. Salomat. O'g'il aka choyim tayyormi? Tayyor. Choylar tayyor ekan mana.